Faqat mutaxassis farqlaydi buni. Bu sindrom to'g'risida aniq eshitmagansiz. Sababi bu sindrom 20 mingta boladan bitta uchraydigan genetik sindrom hisoblanadi. Williams sindromi to'g'risida gapiraman. Williams sindromi bolajonlarimizda kelib chiqish sabablari bu 7-xromosomani mutatsiyaga uchraganidan kelib chiqadi va bu sindrom asosan yuz ko'rinishida namoyon bo'ladi. Katta lablar, ko'z sohasini bo'rtib chiqishi, qoshlarini yo'qligi hamma bolajonlarimizning ko'rinishi bir xil holatda, genetik buzilishni hisobiga bir xil holatda bo'ladi. Va eng asosiysi bu diagnozli bolajonlarimizda norma holatda kalsiysi 30 bo'lsa, bu bolajonlarimizning kalsiysi 300 bo'lib chiqadi. Normadan 10 baravar ko'p bo'ladi. Va eng qiziqarli tomoni bu bolajonlarimizning musiqaga bo'lgan qiziqishlari juda ham yuqori bo'ladi. Bunaqa diagnozli, bunaqa sindromli bolajonlarimizdan keyinchalik juda ham katta muzikantlar chiqishi mumkin. Hozirgi kunda menga xuddi shunaqa diagnozli bolajon kelyapti. Bu bolajon bilan bizni mustahkamlovchi massaj qilib, bu bolajonni xudo xolisa yurg'izish maqsadidamiz.